50 milyon cashback yiqqaningiz rostmi? Rostdan ham 50 milyon cashbackingiz bormi? Ha, bor. To'lov qilganmi, ishtirokchiga aylanib qolganmi, yutuq chiqqanda. Qo'rqib ketdim o'sha va stadionda baqirganimizda tushib ketamizmi deb. Ilovani ishlatish mumkin emas, ya'ni u yerda xavfsizlik tizimi juda ham yuqori deb eshitganman. Assalomu alaykum barchaga. Qatar Doha shahridamiz. Zulmat mobil ilovasining omadli foydalanuvchilari bilan O'zbekiston yoshlar terma jamoasini jonli maydondan turib bevosita qo'llab-quvvatlagani keldik. Bir milliondan ortiq tranzaksiyalar orasidan 10 ta omadiy tranzaksiya egasi bugun Qatar shahrida bir hafta davomida maroqli dam olishadi. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'plab ajoyib sovg'alar hali oldinda. Ishtirok uchun barchaga rahmat. Va nihoyat bizni 8 kunlik Qatarga bo'lgan sayohatimiz g'oliblarimiz bilan yakuniga yetdi. Endi birma-bir ularni fikrlarini, mulohazalarini va taassurotlarini so'rab chiqamiz. Taassurotlar qanday bo'ldi? To'g'risi, o'sha gapiradigan o'zasiz gapim juda ham ko'p. Aytganingizdek, 8 kun davomida mana o'sha Qatardan qaytib keldik. To'g'risi maza qildim, realni borib. Ana bilasiz, O'zbekistonda sovuq tushdi. Sraz issiq davlatga borib, maza qilib aylanib, ana ekskursiyalariga borib, tam otellarda ham kirib maza qildim-da. Realni o'zim o'ylamagandim, что Zumrat ilovasida men qanaqadir o'sha aksiya borligini bilib turib qatnashmagandim. Просто ana to'lov qilganmi, ishtirokchiga aylanib qolganmi, yutuq chiqqanda. To'g'risi juda ham xursand bo'ldim. Ishingizga omad, xudo xolasa o'sha Zumrat ilovasida menimcha dars bo'lish ishlatamiz bu yerga. Sizga ham rahmat ishtirok uchun va barcha ishtirokchilarga. Biz yana qaytarib o'taman, 1,5 millionga yaqin tranzaksiya orasidan 10 kishini tanlab oldik. Bu juda katta raqamlar orasidan tanlangan raqam. Taassurotlar bomba, gap yo'q. Chunki juda bir o'zgacha kayfiyat bo'ldiki, uzoq yaqindagi odamlar bilan tanishdik, har joydan kelgan viloyatdagi odamlar bilan tanishib juda yaqin ham bo'lib qoldik. Undan tashqari mana Dohaga kelib ko'rmagan narsalarimizni barchalarni ko'rib zo'r energiya olib qaytyapmiz yana ish. Xizmat ilovasidan qanchadan foydalanasiz? Bo'ldi bir 2 yilcha. Xizmat ilovasidan 2 yil bo'ldi. 2 yildan ham oshib qoldi. To'g'risi bu narsani kutmaganman, dabdurustdan chiqqan, juda xursand bo'ldik. Kelganimizga afsuslanmaymiz. Futbol haqida gapiradigan bo'lsak, futbol juda bir boshqacha emotsiya bilan bordik. Birinchi marta yengildik, lekin o'shanda ham poddeshka qilishdan to'xtamadik. Ikkinchi martasida mana 6-1 ga Panamani yutgan bo'lsak, juda portlatib yubordik. Qo'rqib ketdim o'sha va stadionda baqirganimizda tushib ketamizmi deb. Rosa bir emotsiyalar zo'r bo'ldi. Tikka turgan holda 3 ta 4 ta gol urib tashladik, o'tirishga uspet qilmasdan. Zo'r bo'ldi. Xullas, vobshe gap yo'q. Emotsiya zo'r. Sayohatga gap bo'lishi mumkin emas. Biz minnatdormiz. Zumrat ilovasiga ishlatganimizga ham afsuslanmaymiz. Zo'r. Emotsiya gap bo'lishi mumkin emas. Biz kelganimizga afsuslanmaymiz. Futbol taassurot bo'ladigan bo'lsa, gap bo'lishi mumkin emas. Kelganimizga ham afsuslanmaymiz. Aloqa bank
barcha xodimlarga kattakon minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kattakon rahmat hammaga. Safarga ketadigan bo'lsak, bir hafta davomida O'zbekistondan juda ham farqli o'tdi bir hafta. Bu birinchi marta kelishim bo'lgani uchun, boshqa davlatga kelishim bo'lgani uchun juda ham farq qildi. Odamlar bilan ko'p gaplashdim, inglizcha bilganim uchun bu narsa muammo bo'lgani yo'q. Juda ko'p yangi insonlar bilan, yangi odamlar bilan, umuman boshqa qit'alardan bo'lgan odamlar bilan gaplashgani menga juda ham yoqib tushdi. Safardan eng yoqqani aynan mana shu narsa bo'ldi. Keyin taassurotlarga keladigan bo'lsak, biz juda ham ko'p joylarga bordik, aylangani. Bu narsalar O'zbekistonda hamma vaqt ham bo'lavermaydi. Shuning uchun bu ham juda katta taassurot qoldirdi menda. Zumrad ilovasidan men foydalanmayman, chunki 16 yoshdaman, lekin dadam foydalanadi. Dadam hisobchi bo'lganlari uchun taxminan menimcha chiqqanlaridan beri ishlatsa kerak. U17 jamoasi, O'zbekiston terma jamoasi bu tarixda juda katta iz qoldiryapti, chunki 9 kishi bo'lib 11 kishini ustidan g'olib chiqqani ham o'zi katta gap edi. Bundan tashqari ham hozir yana Panamani 6-1 hisobda yutgani biz uchun juda ajablanarli narsa bo'lmay qoldi. Chunki avvaldan boshlab o'zi U17 jamoasi o'zini qanday darajadaligini ko'rsatib kelayotgandi. Orada bir xil tepa pastliklar bo'lgani uchun orada yutqizdik Irlandiyaga ham. Bu narsani minus sifatida emas, o'zimizga motivatsiya sifatida ko'rishimiz kerak edi va bundan to'g'ri xulosa chiqargan holda Panamani 6-1 hisobida mag'lub etishdi. Men juda ham xursandman U17 jamoasidan. Zumrad ilovasini o'zim ishlatmagan bo'lsam ham, lekin eshitganman, gaplashayotgan vaqt davomida ilovani ishlatish mumkin emas. Ya'ni u yerda xavfsizlik tizimi juda ham yuqori deb eshitganman. Shu narsa orqali ishlatishni tavsiya bera olaman. Zumraddan taxminan shu 1,5 yil atrofida bo'ldi boshlanganimga. Yaxshi ilova, maza qilib ishlatamiz. Xavfsizlik darajasi ham yuqori. Kishbeklar beradi. 50 million kishbek yiqqaningiz rostmi? Rost. Rostdan 50 million kishbekingiz bormi? Ha, bor. Taassurotlar safar haqida. Taassurotlar safar juda ham ajoyib o'tdi. O'zim misol uchun shu boraman chetga deb anchadan beri orzu qilib yurardim. Bu ish bo'lib boshqa bo'lib chiqolmay, mana bir sabab bo'ldi. Yangi do'stlar orttirdik. Bu yerda mana shu Aloqa bank xodimlariga, mana shu tashkilotchilarga katta rahmat aytib qolamiz. Juda bir xursand bo'lib, mazza qilib aylandik. Futbolga keladigan bo'lsak, futbolga ham mazza qilib tomosha qildik. Yoshlarimizga poddeshka qilib, bandchilik qildik. Zo'r bo'ldi futbol ham. Xullas hammasi zo'r, mazza qilib dam oldik bir hafta davomida. Hammaga rahmat aytamiz. Zo'r. Bizni kuzatishda davom etinglar. Oldinda yana ko'plab sovg'alar, ko'plab ajoyib ko'ngilochar o'yinlar bo'lib o'tadi.